Assalomu alaykum video dars ishtirokchilari. Men Dino tadbirkorlik va pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti biologiya va qishloq xo'jalik mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Ergash Azimat bo'laman. Bugun bioinformatika ma'ruza video darslarimiz ruknidan 3-ma'ruzamiz, ya'ni mavzumiz biologik ketma-ketliklarni taqqoslash. Demak, quyidagi rejalar asosida gaplashamiz. Birinchi rejamiz protein bazalari turlari va ularning ahamiyati. Ikkinchi rejamiz biologik ketma-ketliklarda makromolekulalarning polimerlanishi. Uchinchi rejamiz genetik kodning buzilishi bilan bog'liq mutatsiyalar. To'rtinchi rejamiz BLAST dasturining ishlash prinsipi. Xo'p, mavzuga oid tayanch tushuncha va iboralar berilgan. Darsning maqsadi DNK, RNK va oqsil strukturalarining molekulyar va kimyoviy tuzilishi haqidagi tushunchalarga ega bo'lish hamda ularning ketma-ketliklarini taqqoslashda foydalaniladigan BLAST dasturining turlari bilan tanishish. Demak, mazkur slaydda protein data bazalarining logotiplari berilgan. Xo'p, protein ketma-ketliklari va strukturasi atlasi tuzilgan, ya'ni Margaret Dehov tomonidan 1965-yilda oqsil strukturalar o'rganilgan va oqsil strukturalarning tuzilishi ketma-ketliklari aynan atlasda 1965-yilda nashr qilingan. Xo'p, ilk oqsilli ma'lumotlar bazalari 1970-80-yillarga borib taqaladi. Birinchi oqsil ma'lumot bazasi protein ma'lumotlar banki 1971-yilda PDB nomi ostida tashkil topgan. Protein tuzilmalari ma'lumotlar bazasi AQShning Milliy standartlar byurosi tomonidan ishga tushirilgan. Oqsillar va boshqa biomakromolekulalarning 3 o'lchovli tuzumlari mavjud. Ya'ni bu yerda o'sha PDB saytining interfeysi berilgan. Swissprot 1986-yilda tuzilgan, sifatli va yuqori birikmali protein ketma-ketliklarini o'z ichiga olgan. Shveysariyaning biologik informatika instituti va Yevropa molekulyar biologiya laboratoriyasi tomonidan boshqariladi. Bu yerda esa o'sha Swissprot saytining interfeysi berilgan. Xo'p, Swissprot saytida mavjud bo'lgan qismlar, ya'ni imkoniyatlari berilgan. DNK sekvensi, enzimlar, oqsil aloqalari, maxsus oqsil oilalari, oqsillarning o'zining oilalari, 3D strukturasi, proteomika kabi bo'limlari mavjud. Xo'p, ma'lumot bazalarining kengayishi 90-2000-yillarda bu jarayon bo'lgan, ya'ni Trimble 1996-yilda Swissprotning avtomatik ishlab chiqarish versiyasi asosida ishlab chiqilgan. Genomik olingan protein ketma-ketliklarini saqlaydi. Uniprot 2002-yilda Swissprot, Trimble va PIR Protein Information Research ma'lumot bazalarining bir qismini rivojlantirish ustida amalga oshirilgan. Bugungi kunda eng katta va eng ko'p protein ma'lumot bazalari hisoblanadi. FAM protein oilalari va domenlarni tasniflash uchun mo'ljallangan. Bugungi kunda bioinformatika talabalarining deyarli ko'pchiligi FAM o'sha bazasidan foydalanadi. Bu o'sha foydalanuvchilar uchun interfeys qulay va bepul baza hisoblanadi. Zamonaviy protein ma'lumotlar bazalari. Birinchisi AlphaFold protein tuzilmalar ma'lumot bazasi 2021-yilda tashkil topgan. DeepMind tomonidan kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi. Sun'iy intellekt yordamida protein tuzilmalari bashorat qilingan katta ma'lumotlar bazasi. Butun genom bo'ylab protein tuzilmalari haqida oldindan taxmin qilingan ma'lumotlar mavjud. Xo'p, yana boshqa muhim bazalar bor. Xususan Interpro, Prosite, Geek, String aynan zamonaviy protein ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Xo'p, mazkur rasmimizda oqsillarning tuzilishini 72-yildan boshlab to hozirgi kungacha bo'lgan turlari, ya'ni biz oldin 72-yilda mioglobin, hemoglobin kabi oqsillarning strukturasi, tuzilishi bazalar tomonidan o'rganilgan bo'lsa, hozirgi kunda fotosistemdagi oqsillargacha bo'lgan kichik o'lchovdagi oqsillar ham strukturasi, tuzilishi, funksiyalari o'rganilyapti. Ya'ni bazalar yildan yilga murakkablashib, rivojlanib bormoqda. Proteinlar bazasi oqsillar haqida bir yoki bir nechta ma'lumotlar to'plamidir. Ular tarkibiga oqsilning aminokislotalar ketma-ketligi, tuzilishi, shuningdek funksiyasi kabi ma'lumotlar kiradi. Xo'p, mana mazkur rasmda aynan o'sha oqsil saytlaridan olingan
oqsillarning 3D strukturalari berilgan. Protein ma'lumot bazalari quyidagi maqsadlarda foydalanadi. Demak, birinchi maqsadimiz proteinlar va oqsillar oilalari o'rtasidagi taqqoslash, genom tarkibidagi yoki turli xil turlardagi oqsillar o'rtasidagi munosabatlar haqida ma'lumot beradi va shu sababli faqat ajratib olingan oqsilni o'rganish orqali olinadigan ko'proq ma'lumotni taqdim etadi. Ikkinchisi, eksperimental bazalardan olingan ikkilamchi ma'lumotlar bazalari ham keng tarqalgan. Ushbu ma'lumotlar bazalari ma'lumotlarni qayta tashkil qiladi, izohlaydi va bashorat qiladi. Uchinchisi, ko'pgina ma'lumot bazalaridan foydalanish ko'pincha tadqiqotchilarga oqsilning tuzilishi va funksiyalarini tushunishga yordam beradi. Xo'p, mazkur rasmda o'sha oqsillardan tashqari karbohidratalar, lipidlar, nuklein kislotalarning tuzilishi, monomerlari, funksiyalari, turlari keltirilgan. Bular ham data bazalarda ma'lumot sifatida mavjud bo'ladi. DNK tuzilishini aniqlash 1953-yilda biologiya tarixidagi burilish nuqtalaridan biri bo'lgan. Francis Crick, James Watson va Maurice Wilkins DNK strukturasini aniqlashga qo'shgan buyuk hissasi uchun 1962-yilda fiziologiya va tibbiyot sohasi bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Ushbu mukofotga hissa qo'shgan Rosalinda Franklin rentgenografiya usulida DNK tuzilishi to'g'risida ma'lumotlar olgan. Ushbu strukturani esa Watson va Crick ochib bergan. Aynan ana shu DNK tuzilishida ishlagan olimlarning fotosuratlari. Xo'p, ana endi keyingi rejamiz makromolekulalarning polimerlanishi. Makromolekulalar oqsillar, nuklein kislotalar va polisaxaridlar polimerlanishga uchraydi. Xo'p, biologik polimerlarning ahamiyati strukturaviy oqsillar, hujayra va to'qimalarning tuzilishini ta'minlaydi. Genetik axborotni saqlash, DNK va RNK ma'lumotlarni kodlaydi va uzatadi. Energiya zaxirasi. Polisaxaridlar organizm uchun asosiy energiya manbai bo'lib hisoblanadi. Metabolizmda ishtirok etish. Enzimlar biologik reaksiyalarni katalizlaydi. Biologik makromolekulalarning polimerlanishi hayot uchun muhim jarayonlardan biridir. Oqsillar, nuklein kislotalar va polisaxaridlarning shakllanishi maxsus fermentlar va biologik tizimlar orqali boshqariladi. Ushbu jarayonlar hujayraning tirikligiga va normal ishlashiga yordam beradi. DNKga turli xil mutagenlar zarar yetkazishi mumkin. Keyingi rejamiz DNKning shikastlanishi. Ular tarkibiga oksidlovchi va alkillovchi moddalar, shuningdek yuqori energiyali elektromagnit nurlanish, ultrabinafsha va rentgen nurlari kiradi. DNK zararlanishi turi mutagen turiga bog'liq. Masalan, ultrabinafsha nurlar DNKga zarar yetkazadi. Ular tarkibidagi timin dimerlarni hosil qiladi. Ular qo'shni asoslar o'rtasidagi kovalent bog'lanishni hosil bo'lishidan paydo bo'ladi. DNKning shikastlanishi ikki xil bo'ladi: qo'sh zanjir reparatsiyasi va bitta zanjir reparatsiyasi. Demak, qo'sh zanjir reparatsiyasidan mazkur kasalliklar xeroderma pigmentozum, Fanconi anemiyasi, ataksiya telangiektaziya, Li-Fraumeni sindromi, 1K1 va 1K2 mutatsiyalari aynan qo'sh zanjir reparatsiyasi natijasida paydo bo'ladigan irsiy kasalliklar hisoblanadi. Bitta zanjir reparatsiyasidan esa xeroderma pigmentozumda defekt bo'ladi. Teridagi fotosezuvchanlik quruq teri belgilari bilan namoyon bo'ladi. Blast nima? So'nggi rejamiz blast haqida gaplashamiz. Blast Basic Local Alignment Search Tool. Asosiy lokal tekislanishlar izlash vositasi. Bu kompyuter dasturi bo'lib, bu oqsil yoki nuklein kislotalar va monomerlarni mavjud bazadan izlab topishga xizmat qiladi. Sodda qilib tushuntirilganda, oqsil yoki nuklein kislotalarning ma'lum bir ketma-ketligi bor, lekin bu nuklein kislota qaysi turga tegishli ekanligini bilmaymiz. Blast sizga mana shu nukleotidlar ketma-ketligi qaysi turga tegishli ekanligini aniqlashga yordam beradi. Albatta, u bazada mavjud bo'lgan millionlab namunalarga solishtirish asosida kerakli natijani chiqarib beradi. Blast dasturi 90-yilda AQShlik bir guruh tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqarilgan. Blast qanday ishlaydi? Barcha bioinformatik dasturlar biologiya sohasidagi ma'lumotlar ko'lami bilan ishlashni osonlashtirish uchun xizmat qiladi. Bioinformatik dasturlar onlayn yoki offlayn rejimda ishlaydi. Blast dasturi asosan onlayn rejimda ishlaydigan dasturlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu dasturni ishlatishimiz uchun eng birinchi talab internetga ulangan bo'lishi. Men bugungi leksiyada sodda tilda Blastda qanday foydalanish haqida misol keltiraman. Jarayonni tushunishingiz uchun magistraturada olib borgan tadqiqotlarimiz bilan bog'liq misol keltiraman. Tasavvur qiling, ayni vaqtda Surxondaryo viloyatida uchrovchi qandalalarning filogenetikasini o'rganmoqda.
Ushbu ilmiy tadqiqot ishida men uchun Surxondaryo, G'o'za va Beda agrotsenozlarida yig'ilgan qandalar namunalari kerak bo'ladi. So'nggi 3 yil davomida Surxondaryo viloyat hududining turli qismlaridan qandalar namunalarini yig'ib kelmoqdaman. Ayrim qandalar turlarining tashqi ko'rinishidan morfologik belgilaridan juda osongina ajratish mumkin. Ayrimlarni maxsus aniqlagich atlasdan foydalangan holda aniqlasa bo'ladi. Ba'zi qandalar namunalarini yig'ishda aniqlagich bilan ham qaysi tur ekanligini aniqlab bo'lmaydigan turlar uchrab turadi. 2021-yil may oyida Surxon davlat qo'riqxonasining Xatak bo'limidan qandalar namunalarini yig'ayotganimizda juda kichik qandalar namunasini topgan edim. Uning qaysi tur ekanligini o'sha vaqtda aniqlay olmaganman. Laboratoriya sharoitida o'sha qandalar namunasining to'qimasidan DNKni ajratib olib, ma'lum bir genini PCR mashinasida amplifikatsiya qilamiz va elektroforez jarayoni orqali ushbu gen to'g'ri ajratib olinganligi tekshiriladi. Natijalar maxsus kompaniyalarga jo'natiladi. Masalan, bu kompaniya Xitoyda. Ular o'sha noma'lum hasharot namunasidan olingan gendagi nukleotidlar ketma-ketligini o'qib berishadi. Quyida 454 ta nukleotiddan tashkil topgan nukleotidlar turibdi. Ana endi uni biz BLAST yordamida qaysi turga tegishli ekanligini topib olamiz. Bu BLAST dasturining interfeysi hisoblanadi. NCBI ga kiramiz. Bu yerdan BLAST bo'limini tanlab, quyidagi oyna ochiladi. Biz nukleotidlar ketma-ketligini tekshirmoqchi bo'lganimiz uchun chap tomonda turgan nukleotid BLAST tugmasini bosamiz. Kompyuter ekranida quyidagi oyna ochiladi. Va o'sha oynaga biz kiritmoqchi bo'lgan nukleotidlar ketma-ketligimizni joylashtiramiz va BLAST o'zining bazasidagi qandalarning nukleotidlar ketma-ketligi bilan solishtirib, aynan qaysi tur ekanligini aytib beradi. BLAST dasturi oilasi asosan 5 ta gruppasi farqlanadi. Nukleotidli BLAST birinchi oilamiz, ular o'z navbatida megablast, dimegablast va blastinga bo'linadi. Proteinli BLAST o'rganilgan oqsilning aminokislotalar ketma-ketligini mavjud bo'lgan oqsillar va ularning bo'limlari bazasi bilan taqqoslash uchun mo'ljallangan. Ular o'z navbatida BLAST-tip, XCDR, RPBLAST, PSI-BLAST va PHI-BLAST ga bo'linadi. Translatli BLAST nukleotidlar ketma-ketligini aminokislotalarga aylantirishi mumkin. Ular o'z navbatida BLAST-X, T-BLASTin va T-BLAST-X ga bo'linadi. Genomli BLAST genomni tahrirlash, o'rganilayotgan nukleotidlar ketma-ketligi, organizmning odam va sichqon va boshqalar genom ma'lumotlari bazasi bilan taqqoslash uchun mo'ljallangan. Ular o'z navbatida Magic BLAST ga bo'linadi. Xaritalardan to'liq genom va transkripsiyalarni o'qiydi. Keyingisi maxsus BLAST. Maxsus BLASTdan foydalanuvchi dasturlar uchun bu B2 sequence hamda West Secren degan maxsus BLASTning turlari mavjud. Mazkur video darsimizda asosan mana shu ma'lumotlar asosida video darsimiz tayyorlandi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.